Bilasizlar, men shunaqa zo'r Xitoy kursi topdim. Xitoy kursida nimalarni o'rganasizlar? Eng arzon saytlarda Optim, Xitoyda o'zidagi Optim saytlardan tovar zakaz qilishdi. $2 dan $6 o'zingizni nomingizga Xitoydan narsa zakaz qilsangiz bo'ladi. Klipinglar bilan ishla olasizlar. Ular sizlar xohlagan tovarlarni zavod, fabrikalardan topib, sifatini ko'rib, sizga eng optim narxda jo'natib berishadi. Xitoyga bormoqchi bo'lsa, $140 avtobus qilib berishadi. Любой brendinglarni topib berar ekan, xohlasanglar o'zingizlarning brendinglar asosida ham tovarlarni chiqarib berishadi. Saytlardan zakaz qilishni unuting. O'sha Xitoy saytlar mahsulot oladigan firma, zavodlarning kontaktlari bor. Keyin sizlar bilan ishlaydigan zavodlarning hammasini nomerini beradi, ishonchli, hammasini vizitkasi bor. Aviakargo $6 dan $8 gacha 3-4 kunda keladi. Mana Barno G'afurjonovlarning kurslarida nimalar bor? Hozir birma-bir sanab beraman. Avtokargo, aviakargo ham bor. Masalan, aviakargo 3-5 kunda keladi. Uzog'i $8 gacha. Kanal bu yoqda o'sha odamlarga tovaringiz chiqib ketdi. Odzivlar, real живой odzivlarni qoldirishgan odamlar mana kosmetikalar, keyin bu yoqda qanaqa tovarlarni zakaz qilsa bo'ladi, qayerdan zakaz qilganlari haqida отчет-uchchetlarini yozib qoldirar ekanlar har doim. Pastellar, mana bunaqa oyoq kiyimlar va mana pastellar vobshe yoqdi menga, cho'tka ekan. Sarpalaga olsa bo'lar ekan, qaranglar. Shularni zakaz qilishdi. Mana bu sochiqlarni zakaz qilishdi. Bemalol Xitoyga borishdi. Va Versace gap yo'q ekan lekin. Nimaga aynan bu kursda o'qishinglar kerak? Chunki bo'ladi kargo $2 dan $6 gacha qolganlar bo'lsa, u $11. Xullas qizlar, menimcha bu kursda hamma o'qishni xohlasa kerak, chunki shuncha imkoniyatlar, shuncha qulayliklar. Sizlar faqatgina bitta yo'l bilan tovar olib kelish emas, balki 4-5 xil yo'l bilan tovar olib kelish o'rganasizlar. Undan tashqari tovarlarni olib kelib, sotishni ham o'rganasizlar. Yana bir narsaga aytib o'tib ketaman. Ishlarga 100% javob beradilar. Sizlar bir oy o'qiyotgan paytinglarni o'zidayoq sizlar уже shu hamma o'qiyotganinglarni natijasini undan vaqtliroq ko'rasizlar, chunki zo'r o'rgatadilar. O'quvchilarning polniy odzivlari bor, Telegram kanalda ko'rsanglar bo'ladi. O'quvchilar hammasi natijaga chiqqan, o'zi xohlagan narsalarini, tovarlarini olib keladi. Ishonchli, eng arzon, eng qulay yo'lini Xitoyga borib kelishlarni o'rgatadilar. Bundan tashqari WeChat programmasida pul to'lash, sotib olish, uyga zakaz qilish, hammasini o'rganasizlar. 30 dan ortiq brendlarning kontaktlari sizga. Botda hozir bonus bor. Ya'ni siz tovaringizni qanaqa zo'r sotishingiz mumkinligi haqida sizga o'rgatishadi. Bu professional target yoqishni o'rgatishadi. Ko'pchilik misol uchun tovar yig'ib qo'yadi magaziniga, normal sotishni bilmaydi, yo'l yo'rig'ini bilmaydi. Barno G'afurjonovlarning kurslarida даже o'sha sotish yo'llari ham o'rgatilinadi.